Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Dvigatellarni ishga tushiring. Tramp Eron bo'yicha kutilmagan qarorni e'lon qildi. Kechagi ittifoqchilar yana birlashmoqda. Germaniya va Yaponiya yangi davrga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Nima qilayotganingni o'ylayapsanmi? Tramp Netanyahuni haqorat qildi. Xalqni sotyapsizlar. Tehron va Mashhadda muzokarachilarga qarshi keskin shiorlar yangradi. Kiyevga qiron keldi. Rossiya raketalari odamlar va tarixni yana bir kechada nishonga oldi. Dvigatellarni ishga tushiring. Tramp Eron bo'yicha kutilmagan qarorni e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan erishilgan kelishuv to'liq yakunlanganini ma'lum qildi. Eron bilan kelishuv endi to'liq yakunlanadi. Barchani tabriklayman. Men Hormuz bo'g'ozining hech qanday boj va to'lovlarsiz ochilishiga to'liq ruxsat beraman. Hamda shu bilan birga AQSh harbiy dengiz kuchlari tomonidan o'rnatilgan dengiz blokatasini zudlik bilan bekor qilishga ruxsat beraman. Dunyo kemalari dvigatellaringizni ishga tushiring. Neft oqimi davom etsin deb yozdi u. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi dastlabki tinchlik kelishuvi bir necha oy davom etgan keskin qarama-qarshiliklardan so'ng imzolanish arafasiga kelgan. Kelishuvning rasmiy imzolanish marosimi kelasi hafta Svitserlandda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Kelishuvning eng muhim bandlaridan biri dunyo energetika bozori uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan Strait of Hormuzning to'liq ochilishi hisoblanadi. Mazkur dengiz yo'lagi orqali dunyo neft va gaz tashuvlarining katta qismi amalga oshiriladi. Urush va blokadalar sabab bu hududdagi har qanday cheklov global va neft narxlarining keskin oshishiga olib kelgan edi. Shuningdek, AQSh Eron portlariga nisbatan joriy etilgan dengiz blokadasini bekor qilishga rozilik bergan. Bu esa Eronning xalqaro savdo va neft eksportini tiklash imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, tomonlar o'rtasida 60 kunlik muzokara davri ham belgilangan. Ushbu muddat davomida Eronning yadroviy dasturi, sanksiyalar masalasi va boyitilgan uran zaxiralari bo'yicha qo'shimcha muzokaralar olib boriladi. Demak, hozircha barcha masalalar yakuniy hal etilgan emas. Biroq harbiy harakatlarni to'xtatish va dengiz yo'llarini ochish bo'yicha muhim siyosiy kelishuvga erishilgan. Kelishuv haqidagi xabarlar e'lon qilingach, jahon bozorlarida darhol reaksiyalar kuzatildi. Neft narxlari pasaydi, aksiyalar bozorlari esa o'sishni boshladi. Investorlar Yaqin Sharqdagi keskinlikning kamayishini global iqtisodiyot uchun ijobiy signal sifatida qabul qilmoqda. Kechagi ittifoqchilar yana birlashmoqda. Germaniya va Yaponiya yangi davrga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Ikkinchi jahon urushi davrida ittifoqchi bo'lgan Germaniya va Yaponiya hozirda faol ravishda qayta qurollanmoqda va o'zaro aloqalarni mustahkamlamoqda. Nashrning qayd etishicha, har ikkala mamlakat ham ayni paytda AQShga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lmoqda. Ularning Xitoy va Rossiya borasidagi xavotirlari esa kuchayib bormoqda. Berlin va Tokio o'rtasidagi hamkorlik katta yettilik davlatlari rahbarlarining yaqinlashib kelayotgan uchrashuvda yanada kuchayishi kutilmoqda. Tomonlar allaqachon texnologiyalar va qurol-yarog' almashishni boshlab yuborgan. Bu safar Yaponiya va Germaniya mudofaa nuqtai nazaridan birlashmoqda. Berlin Ukrainaning Rossiyaga qarshi harakatlarini qo'llab-quvvatlamoqda. Tokio esa Xitoy va Shimoliy Koreya tomonidan bo'layotgan tahdidlardan xavfsiramoqda. Ular shunga o'xshash qarashlarga ega bo'lgan boshqa o'rta kuchlar safiga qo'shilmoqdalar, deyiladi xabarda. Shuningdek, jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda har ikki davlatda ham tinchlik, diplomatiya, erkin savdo va madaniy almashinuv g'oyalari ilgari suruvchi anti-militaristik harakatlar zaiflashgan. AQSh prezidenti Trampning Yevropada xavfsizlikni ta'minlashdan voz kechish bilan tahdid qilgani esa ikki davlatning qayta qurollanishga bo'lgan ishtiyoqini tezlashtirdi. Nima qilayotganingni o'ylayapsanmi? Tramp Netanyahuni haqorat qildi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan telefon orqali muloqot chog'ida uning Bayrutga bergan zarbasidan keskin norozilik bildirganini ma'lum qildi. Bu haqda u Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytgan. Trampning so'zlariga ko'ra, Isroil Livan poytaxtiga hujumni AQSh va Eron o'rtasida urushni yakunlashga qaratilgan memorandum imzolanishi kutilgan paytda amalga oshirgan. Shu sabab u Netanyahu bilan suhbatda nima qilayotganingni o'ylayapsanmi deya keskin tanbeh bergan. AQSh prezidenti Netanyahu harakatidan g'azablanganini bildirib, uning to'g'ri qaror chiqarish qobiliyati yo'qligini aytgan. Tramp shuningdek Isroil tomonini Hizbullohga qarshi yangi hujumlarni amalga oshirmaslikka chaqirgan. Uning ta'kidlashicha, AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuv o'sha kuni imzolanishi kerak bo'lgan. Biroq Isroilning Bayrutga bergan zarbasi bu jarayonni kechiktirgan. Qayd etish joiz, Isroil armiyasi Bayrut janubidagi Dahiya hududiga avia zarba bergan edi. Livan milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, yana 15 kishi jarohat olgan. Hujumdan so'ng Eron parlamenti spikeri va muzokaralar guruhi rahbari Muhammad Boqir G'olibov AQShni tanqid qilib, agar Isroilning hujumlari davom etsa, muzokara jarayoni to'xtashi mumkinligidan ogohlantirgan. Xalqni sotyapsizlar. Tehron va Mashhadda muzokarachilarga qarshi keskin shiorlar yangradi. AQSh va Eron o'rtasida urushni to'xtatishga qaratilgan tinchlik memorandumi imzolanishi arafasida Eronning bir qator shaharlarida, jumladan Tehron va Mashhadda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar hukumatni va muzokaralarda ishtirok etayotgan rasmiylarni rasman manfaatlarni qurbon qilishda ayblamoqda. Mahalliy manbalarga ko'ra, ayniqsa konservativ va radikal guruhlar kelishuv shartlariga qarshi chiqmoqda. Ularning fikricha, AQSh bilan erishilgan kelishuv Eronning strategik pozitsiyalarini zaiflashtiradi hamda mamlakat suverenitetiga zarar yetkazadi. Namoyishlar davomida Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchiga qarshi "Aroqchiga o'lim va muzokarachilar xalqni sotmoqda" kabi shiorlar yangradi. Mashhad shahrida o'nlab namoyishchilar Tashqi ishlar vazirligi binosi oldiga yig'ilib, Aroqchining iste'fosini talab qildi. Ayrim radikal siyosatchilar va diniy guruhlar esa kelishuvni milliy tahqir deb atamoqda. Noroziliklarga sabab bo'layotgan asosiy masalalar orasida Hormuz bo'g'ozining ochilishi, AQSh dengiz blokadasining bekor qilinishi va Eronning yadro dasturi bo'yicha kelajakdagi muzokaralar mavjud. Kelishuv loyihasiga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi qayta ochiladi, harbiy harakatlar to'xtatiladi va 60 kunlik qo'shimcha muzokaralar davri boshlanadi. Shu bilan birga Eron hukumati vakillari tanqidlarni rad etmoqda. Muzokaralar jamoasiga yaqin manbalar kelishuv Eronning boyitilgan uran zaxiralari ustidan nazoratni saqlab qolishni, yangi yadroviy cheklovlar kiritilmasligini va ayrim sanksiyalar yumshatilishini ta'kidlamoqda. Kiyevga qiron keldi. Rossiya raketalari odamlar va tarixni bir kechada nishonga oldi. 16-iyunga o'tar kechasi Rossiya Ukraina hududlariga, ayniqsa poytaxt Kiyevga qarshi so'nggi harakatlardagi eng kuchli havo hujumlaridan birini amalga oshirdi. Ukraina rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, hujumlar oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar jarohat olgan. Eng katta talofatlardan biri Kiyevda qayd etildi. Rossiya tomonidan uchirilgan raketalar va dronlar turar joy binolari, energetika infratuzilmasi hamda shaharning bir qator tumanlariga zarba berdi. Natijada 4 kishi halok bo'ldi, kamida 23 kishi jarohat oldi. Zarbalar oqibatida elektr uzatish tarmoqlari shikastlanib, taxminan 140 ming aholi elektr energiyasiz qoldi. Xarkov shahrida esa yanada fojiali voqea yuz berdi. Dastlabki hujumlardan keyin yong'inni o'chirish uchun kelgan qutqaruvchilar ikkinchi zarba ostida qolgan. Natijada 5 nafar favqulodda vaziyatlar xodimi halok bo'ldi. Ukraina tomoni bunday taktika xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi ekanini ta'kidladi. Hujumning eng shov-shuvli oqibatlaridan biri Kiyevdagi UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy Kiyev-Pechersk Lavra monastir majmuasida yuz berdi. 11-asrda barpo etilgan ushbu diniy va madaniy yodgorlikning asosiy inshootlaridan biri bo'lgan Darminton sabori tom qismi yonib ketgan. Guvohlar va tarqalgan videolarda alanga qadimiy saborni qamrab olgani aks etgan. Ukraina bosh vaziri Yuliya Svizirenko ushbu hodisani nafaqat Ukraina xalqiga, balki butun insoniyatning madaniy merosiga qilingan hujum deya atagan. Ukraina hukumati voqea yuzasidan UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishni ma'lum qildi. Zarbalar Kiyev va Xarkov bilan cheklanib qolmadi. Sumi,
Zaporojye, Dnepro va boshqa hududlar ham dronlar hamda raketalar bilan nishonga olindi. Bir qator uy-joylar, bozorlar va fuqarolik infratuzilmasi obyektlari zarar ko'rdi. Ayni paytda Ukraina ham Rossiya hududlariga javob dron hujumlarini amalga oshirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaning logistika, yoqilg'i va harbiy ta'minot obyektlariga zarbalar berilganini ma'lum qildi. Mazkur hujum Rossiya prezidenti Putin tomonidan yaqinda aytilgan tizimli va muntazam zarbalar haqidagi bayonotlardan so'ng amalga oshirildi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Rossiya tomonidan urushdagi bosimni yanada kuchaytirishga urinishdir.